Dizayn proyekt, avtorskiy nadzor ishlari bitdi. Hozirgi kungacha qilingan ishlarning hammasini bittadan sanab o'tamiz. Men ko'rsatib chiqaman. Romlar qiyshig'ida zastroyshik bilan talashib, romlarning hammasini urovingga qo'yib to'g'irladik. Plan bo'yicha bu xona oshxona bo'lishi kerak edi. Pardaning orqasida gaz trubasi ham bor. Shaxtasi yo'q, lekin sanuzeli bor. Shuning uchun biz bu xonani spalniy qildik. Master spalniy o'zini sanuzeli bilan bo'ldi. Zastroyshikka plani bo'yicha bu xona yopiq devorida eshigi bor edi. Biz bu devorni buzib, holga tabiiy yorug'lik olib kirdik va bu joyga oshxonani joylashtirdik, chunki bu yerda shaxtasi bor edi. Eshiklarimiz 220 edi, shashka bilan 210 bo'lardi. Eshikni 2,5 metr balandligiga ko'tardik. Uyni sotayotganda ham eshiklarning balandligi bu katta rol o'ynaydi. Misol uchun yonimizda kvartirada holni bitta uroving qilgan, spalniga kiraverish 2 ta uroving, spalning ichidagi sanuzel 3 ta uroving qilingan. Garderobga alohida xona qilindi. Uyni mana shu holga keltirish uchun ustalarni kontrol qilish ham avtorskiy nadzor ishlariga qo'shiladi. Gapni indallosi, zastroyshikdan uy olganda korobka holatda olsanglar, hamma kaprizinglarni amalga oshirish osonroq bo'ladi, tez bo'ladi, kam xarajat ketadi.